qilganinglar uchun to'liq minnatdormiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men sizlarning yaqin do'stinglar Tahir Tursun. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Nova programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan to'liq xursandmiz. Men sizlarning yaqin do'stinglar Ramila Aysan. Albatta, men sizlarning yaqin do'stinglar Shamsiya Abaydulla bo'laman. Undaqda rahmat. Rahmat, qadrli qarindoshlarım, rahmat sizlarga, suyman sizlarni. Aldi bilan bizning baholg'uchilarimizni tanishtirib o'taman. Bizning ataqli naqshchimiz, kompozitorimiz, ataqli san'at tadqiqotchimiz Abdulazreyn Arkal apandim qachonmiz. Şinjan Muqam ansamblining davlatlik birinchi darajalik artisti, ataqli naqshchimiz Dilshod Raydin apandim qachonmiz. Şinjan San'at instituti muzika fakultetining naqsh o'qituvchisi, magistr aspirant Hamrogul Abduqodir muallim qachonmiz. Bunda bo'lsa, Nova programmamizda o'zining esil nomerlarini o'rindashdan boshqa yana katta mukofotlarga erisha oladi. Haftalik yulduzimizni Kucha Yanardog' Sodi chaklik shirkati ishlab chiqargan Koreya texnikasi bilan alohida ishlangan to'qliq shortuz ko'ribsi bilan mukofotlaymiz. Albatta ikkinchi bo'lgan ayrimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Ikkinchi bo'lgan ayrimizda Şinjan Luqman Hakim Biofan texnik chaklik shirkati ishlab chiqargan 800 yuan qiymatidagi xalqaro GNP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminlik oqsil talqini bilan mukofotlaymiz. Aylık yulduzimizni Şinjan Arzu Sodi chaklik shirkati amalgan davlat sifat tekshirish o'lchimidan o'tgan yuqori aniqlikka Uyg'ur sistem hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatilgan bo'lgan Arzu markali yuqori aniqlikka televizor bilan mukofotlaymiz. Yıllık çempionumuzda Şinjan Baxtiyor Zargarchilik Dukuni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat etish yuzidan Nova programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qiladi. To'g'ri. Onun başqa bizning ko'rganlarimizga yotib ketgan yana bir mazmun bor. U bo'lsa-mu bizning yillik cho'lponlarimiz erishalaydi. Shundaqla Şinjan televiziyasidan o'tkazilgan har xil cho'ng tipdagi san'at kechiliklariga nomer qatnashtirish sharfiga erishalaydi. Har bir mayrimizga eng oliy, eng go'zal tilaklarni tilaymiz. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, ko'ryapsizlar, Şinjan televiziya stansiyasi bilan Vaslivod madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Şinjan Chinnuri Biofan texnika chaklik shirkati alohida qo'llagan Yil Nova programmasi. Programmamizning tunji o'tkili bizning naqshimiz. Qachonimiz programmamizga kelganingizni tomoshabinlar salomingizni bergach o'zingizni bir tafsiliy tunishtirib o'tgan bo'lsangiz, bilib olgan bo'lsa. Assalomu alaykum Nova programmasining aziz ko'rurmanlari ham televizor ekran oldidagi barliq ko'rurman do'stlar. Men
Yangi Nava programmasining 1-numurlik mayri Fatgul Abdukerim. Yangi Nava programmasi orqali har qaysinglar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Har qaysinglarning qo'llab berishini umid qilaman. Fatgul, undaqda yana munosabat kuchurlarni so'rash majburiyatim bor. Yurtingiz qayerda o'qiyapsiz yoki qayerni bitadingiz? Nima ish qilmoqchi degandek kuchurlarni qisqalat bir yetkazib qandaq? Aqsu viloyatining Baynayisida bo'laman. 2012-yili Xinjiang san'at instituti, Cho'ngla ma'rif instituti naqsh kasbini bitirgan. Hozir Baynaylik Yangi bozor ijtimoiy rayonida takliflik xizmatchi bo'lib ishlayapman. Bo'ldi, ko'pchilik sizlarni ayt yaxshi tanishib oldik. Unda xusa programmamiz orqali sizning boshqa maylimizga o'xshash deydigan gap so'zlaringiz yoki noqul oldi biraylarga davolgan ko'ngil so'zingiz bormi va yoki mushada oxirlashtirsak bo'lamdi? Men bu Yangi Nava programmasiga qatnashish fursati bilan hozirgacha har minut, har soat meni unutmay, mening jafoyimni tortayotgan shu jafokash ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman, ularga salomatlik tilayman. Mening kasbimni qo'llayotgan yo'ldoshimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yana bir 5 turlik rahmat aytish bormi yo tugdimi? Tugdimi? Yaxshi. Unda sizga omad tilaymiz. Sizga ko'p rahmat. Aramag'ashtiring. Marhamat. Qani unda bo'lsa, biz 2-numurlik mayrimizni alp sadolarimiz bilan sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Ecrenle kanda can ana cinim ana Hapşessem bir ömür Erzim ada bulmaz yana Hapşessem bir ömür Erzim ada bulmaz yana Oksduğunun hürmetini bildirey rahmet sana Oksduğunun hürmetini bildirey rahmet sana Can ana cinim ana Can ana cinim ana Assalomu alaykum Abdusalam. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Undaqda Abdusalam oldi bilan bizning tomoshabinlarimizga, ko'ruvchilarimizga bir salomingizni yo'llaytamsiz. Assalomu alaykum. Naq maydondagi aziz tomoshabinlar, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. Go'zal G'ulji diyorining Nilqin oyisidan kelgan Abdusalam O'sandan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Rahmat. Abdusalam hamda G'uljininki Nilqin oyisidan keldim dedingiz, lekin nereden kelganingizni ismingizni uqdiq, lekin qanday bir kasb qildigingizni, nima ish qildigingizni to'g'ri qolmay qoldik-da. O'zim tantarbiya kasbini o'qigan. Hozir o'zim ham Noyada boshlang'ich maktab, Turkmanli boshlang'ich maktabda tantarbiya darsi o'taman, muallimlik qilaman. Naqshi bo'lgan qiziqishingiz bilan mushkasda o'qimisingizmi? Mush qiziqishingizni davomli joriy qildirib kelibsiz-da. Odat maktab faoliyatlarida naqsh etamsiz. Maktablarda, noyalarda bo'lsin, ham shu G'uljining oblastidagi bir faoliyatlarda bo'lsin, qatnashib naqsh aytgan vaqtlarim bo'lgan. Musobaqalarga qatnashib baqqanman? Musobaqaga qatnashmadim. Bu yoqda texnik naqsh musobaqa. Faoliyatlarga qatnashib naqsh etib baqqan. Faoliyatlarga san'atchiliklar bo'lsin. Noyaning har xil cho'ng kichik faoliyatlar bo'lsin, shular qatnashib ketgan.
Hazırmış səhkindi müştaq bir xil eğir bilsək bu aldınızmı? Adətdim xarakteriniz müştaqmı? Odatda mushtaq, kam so'zrak asal. Bo'ldi. Bo'ldi, aramag'ashtiring. Tilakdoshmiz. Ma'qul, rahmat sizlarga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Unda bo'lsa, Tayir 3-numurluq mayirimizni sahnaga taklif qilamdik. Bo'ladi. Qani, marhamat. Ko'pchilik bir salom berib o'tamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, jafokash san'atkor ustozlar, hammanglarga Fatima Sodiqdan o'tliq salom. Undaqda programmamizga kelishdiki naqsingiz aqchammish naqshiyatlik ortiqchiligingizni ko'pchilik ko'zdi, shundaqmi-da? Qatnashishimning sababi o'zim naqshini bak yaxshi ko'raman. Bo'lib san'atni men chin dilim bilan suyib, mashishimga kelchilik to'xtab qolmay, shundaq naqshchilarni shundaq cho'qinaman, o'zimni shundaq yaxshi ko'raman. Naqshini yaxshi aytolmasammi, mening shundaq bir naqsh aytqim kelib qoldi bu endi. Bu nova programmamizga yosh shaklimiz bo'lmag'achqa, shuni men bir naqshamni aytib qo'y deb kelgandim. Qarshi olamiz. Rahmat. Boyanda naqshini yaxshi aytolmayman degandek bir gap chiqib qoldi, lekin meningcha biz pastda ma'lumot to'liq bek yaxshi aytar ekansiz. Uning ustiga kasbiy naqshchilarga bir xil chiroyli maslahat surilgan bir chiroy mimikasi bor ekan. Mening bek ta'sirlanganim Fatima adimiz shu nova programmamizning navada ikkinchi o'tkiliga o'tib qolsam, naqshning boshqa ortiqchiligim yo'q deb duttachilishni shu nova programmasining ikkinchi o'tkili uchun o'rganibsiz ada. Shundaqa. Bek ta'sirlandim jumu'o endi balkim ko'pchilik ta'sirlangan bo'lishi mumkin, lekin biz shu nova programmasining xizmatchisi bo'lish sifatimiz bilan mahirlarimizning mushunchalik aqida qilganiga bek ta'sirlanganmiz. Mahirlar qandoq javob qaytaramiz, ularning mushtirichanligiga qandoq qilsak xushal holda qaytaramiz degan orzu umidlarimiz bor. Mushlanchiq o'ylaymiz. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ko'pchilik sizning tirishchanligingizni ko'rdi-da, duttachilishni o'rganmada qo'llaringizmi yor bo'lib ketibdi, anglasam. Bir tal naqshini shundaq tezda o'rgandim. Ha, odat Dutta bilan
Dutta bilan chilib aytilgan naqshi mana bu. Odatda sizni dutta chilib naqsh aytasiz. Biz sizni dutta chala oladi deb qaraymiz. Ammo siz dutta chilishning ichidagi bir naqshni chilish qilishsiz. Ikkinchi gal aytilgan bir naqshingiz uchun chala olasiz. Shunday qilib oson emas-ku. Ajringizga rahmat. Bo'ldi amsa. Aramag'ashtiring ada. Rahmat. Shunday kulib turishingizni umid qilamiz. Qani aramag'ashtiring. Rahmat. Undaqda bizning 4-chi numurlik mahirimiz bizga qanday naqsh aytib berdi ekan? Albatta, alqış sadalarimiz bo'lsa, mahirimiz ishonch bilan sahnaga chiqadi. Alqish. Rahmat. Bulbul küçüğüm sayraşma Gülzar ganimet İnsan küçüğüm hayatta Dost yar ganimet Esselam'a cemlemde Könül süygüsü Görüşkende şiirin sünnüz İshar ganimet İş amanlık sağlamlık Zor bəxiyet baylık Yanmay güzdüm saflaşkan Kumar ganimet Güç kudretin bağrıda Dostlarını kollar Uzun yolda sınavlar Kullar ganimet Tenha yaşaş yalnızlık Ademge azap Ey el cemaat içinde Hatlar ganimet Kim bildi ki deniz Haysimiz baldır Yoklap durgen dostlarını Didar ganimet Yoklap durgen dostlarını Didar ganimet Unda biz aldı bilan bizning tomoshabinlarimizga bir salmoningizni berib o'tamsiz. Assalomu alaykum tomoshabinlar, assalomu alaykum ekran oldidagi ko'rarman do'stlar. Men G'uljilik Yosinjondan hammanglarga o'tliq salom. Boyqa Abdusalom G'uljininki Nilqin ayistin dedi. Siz G'ulji o'zdimi yoki sizdan boshqa aydan keldingiz? Suydun ayisdi. Suydun ayistinmi? Qo'rg'asdan ayistin, ha? Ha. Xush kelibsiz. Siz o'quvchimi yoki xizmat qilamsiz? O'quvchi. O'quvchi. Qaysi maktabda o'qiysiz? Bitdim deb O'qish bitadingizmi? San'at kasbida o'qidingizmi? Ha. San'at kasbida o'qigan bo'lsangiz ham bir kasbni tutib o'qidingizmi yoki muzika ma'rifida o'qidingizmi? Ya muzik ma'rifida. Muzika ma'rifidami? Ha. Bo'lsa, Yosinjon sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hammamiz yaxshi ko'rgan bir naqshni sovg'a qildingiz. Sizlarga rahmat. Navo uchun mushta bir yaxshi naqshni tanlab kelganingizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Unda xo'sh keyingi bosqichlarimizga o'tishingizga tilakdoshimiz. Keyingi bosqichlarga chiqqanda endi texmo jushqun, yaxshi kayfiyatda chiqasizmi? Bo'ldi. Kun oldinglar-ku sahnaga? Bo'ldi. Ma'qul. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Kun olmabdi texmo qilar. Qachon chiqishdan sahnadan? Yosinjon naqshining mo'ng bilan mushtabqa o'xshaydi. Unda Siramila eng oxirgi mayrimiz yana 5-numurlik mayrimizni sahnaga taklif qilib olamdik. Qani, marhamat.
Siz aldı bilan ko'pchilikka bir salom berayotgansiz. Assalomu alaykum, hurmatli bağlıqçılar, aziz ko'rmanlar. Ekran oldidagi aziz qarindoshlar. 5-numurliq Mayir Anvar Aysadin hammanglarga o'tib salom. Hozir nima qilyapsiz Anvar? Hozir Shinjon shotimadan. Hamda savolni boshqani so'ray. Shu yaqin kunlarda nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Shu yaqin kunlarda shu Navo programmasining tayyorliqlarida. Undaqda 2013-yillarda nima ishlar bilan shug'ullanayotgan edingiz? 2013-yili Shinjon san'at institutining muzik fakulteti muzik o'rindash sinfida o'qitdim. Pek yaxshi bo'ldi. Dolan muqamini anglab hammiz shunchalik janlab ketdik. Garchi bir usulli kam bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin shunday yaxshi bo'ldi. Unda bo'lsa sizga utuq tilaymiz. Amsa biz hozir eng oxirgi mayrimizning naqshini anglab bo'ldik, ya'ni sizning naqshingizni. Undaqda qaygan mayrimimiz sakimizga bir taklif qilgan bo'lsa, bizning 5 mayrimiz o'zining birinchi o'tganligi naqshlarini o'rnab bo'ldi. Amdilikda hamma bilan birlikda bizning baholovchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglaymiz. Marhamat. Birinci numaralı mayırımız Fatih Abdülkerim. Sizin bu nakşınızın söz müzikisi kimden? Sözü Kudret Abdullah'ın, müzikisi Abdüsalam Abdüsupur'un, akordlaştırıcısı Abdügani Abdüsupur. Doğru. Sözünün kimlikliğini bilmedim, lakin müzikisi manşunda tanış oldu da. Çünkü bayatınkı Abdüsalam Abdüsupur, Abdügani bu işkisiyle uzun yıllık hemkarlaşkan.
Shunchalik tanishda, melodiyasi bek chiroyli, shundoq yaxshi jushqun ezilibdi. Tekisim shundoq yaxshi ekan. O'zingizning sahna qiyofatingiz, naqsha bo'lgan o'rlash saviyangiz shundoq yaxshi bo'ldi. Azroq yetersizlik tarafi, azroq jonsiz bo'lib qoldi. Bunda ching tarafi, ajiz tarafi bo'lishi naqsh deganning bu. Qattiq yumshoqlik bo'ldi, ana hissiyot bo'lish kerak-da bu naqshni o'rlashda. Mushu jihatda bunga diqqat qiling. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. 2 nomerlik mayırımız Abdusalam. Nilqidimisiz? Shunda. Abdusalam, siz Can Ana degan naqshni o'rladingiz. Yamancanlık o'rladingiz. Ufshaq shivlari, puraqlarni yomon chiroyli qildingiz qarang. Rahmat. Buning da nayt yaxshida, endi bu sahnada bayatın oyoq-buyoq mana sahna o'lchigingizni hisob qilmaganda. Naqsh o'rlashingiz shundoq yaxshi. Sahnada tantarbiyachilik ekan endi o'diqmaydi o. Ma sahnadan sen sürü aka. Sürü bo'ladi. Shu asar. Ama çelişler sensiz çıkadak çıkıyorsanız buluyordu mesela. Naqshni ayt yaxshi o'rlandi. Ovozingiz mu shundoq yaxshi ekan? Ovozingiz tusi mu shundoq yaxshi chiroyli. Omadlayman sizga. Bo'ldi, rahmat. 3 nomerlik mayirimiz. Adimiz Ko'rkam Tangirtog' degan bu naqsha bizning nava sahnamizda ko'p mayirlar aytgan. Yomon chiroyli aytganlari va yetarsiz yaxshi aytamaganlarim bor. Siz mush yoshda mush naqshni mush darajada o'rlamoq bak qiyin ahvol bu. Siz mush naqshga bo'lgan hissiyotingiz, san'atga bo'lgan qiziqishingizning kuchligidan mush naqshni shunchalik yaxshi o'rladingiz. Ammo lekin azroq tiniq yetishmaslik ahvollari bo'ladi. Nimishki degancha bu naqsh biroz cho'ng naqsha. Eng keyindagi emas. Ani onga ishilding. Olsa chiroq chiqdi. Olsa biroz qator chiqildi ki. Yetersizlik tarif bu shu. Sizni cho'ng chataq yo'q ekan. Yasinjon G'opur, bizning 4-nomerlik mayirimiz. Bu Didar G'animat degan naqshni bayatni tayyor deb aytdi. Hammamiz demasakmi bilamiz. Sen bu naqshni menga ilkib sen ayt yaxshi. Ening ustiga men do'stlarim oyada rasmiy bir so'rin tuzab, ammo didarlish o'tag'an mushtaq bir ko'rinishni tomoshabinlarga ko'rsatdim. Naqshni shundoq yaxshi o'rlading. Bu naqsha mushundaq puraq shivlar bilan mushtaq o'rlanadi asli. Bunodagi sahnaga chiqilgan fursatlar yomonjiq. Sahnaga hissiyotingga diqqat qil. Sening kayfiyating biroz suvsirab qoldi. Naqshni shuncha chiroyli aytqiding, lekin hissiyoting, mimikang sal suvsib qoldi. Sahnadagi qiyofatlaring texnik bunga izdanib ko'rgin. Bo'ladimi? Bo'ldi. Ma'qul. Bizning 5-nomerlik mayirimiz. Bu Dolan muqomining ismi nima? Boshbayon muqomi. Boshbayon. Boshbayon muqomi bu shunchalik qiyin. Yaxshi o'rladinglar. Ovozinglar shunday tekis chiqdi. Muqomni shunchalik jushqun yaxshi o'rladinglar. Hammalarga omad yor bo'lsin. Rahmat. 1-nomerlik Mahir Fatgul Abdukerim. Hijron degan naqshni aytibsiz. Ovozingizning tusi yo'q, ovoz sharoitingiz yaxshi ekan. Anglanib turibdi, belgilik ovoz chiqarish qoidalarini egallabsiz. Sahnadagi harakatlarmi, naqshidagi udarlarga moslashgan, umumiy kayfiyat bilan yaxshi obdan bo'ldi. Endi azroq kamchilik mening his qilganim, sahnada sal harakat mengish ko'p bo'lib ketdi. Chunki naqsha hijron. Hijron naqshi meningcha unda ko'p mengishning o'rni yo'q. Endi hijron degan bir ayrilish, hijron bir ko'ngil yerim bo'ladigan holat. Unda bo'lgandan meningcha sal bir yerlarda uzoq turib, esaq meningcha texmi yaxshi bo'lamdiki degan umiddaman. O'ylanib ko'rsangiz bo'ladi. Ha, ig'irroq. Sal yenik bo'lib qoldi. To'liq mengish ko'p bo'lgandan sal yenik bo'lib qoladi-chu. Mush tarafda diqqat qiling. 2-nomerlik Mahir Abdusalam Husayn Can Ana degan naqshni aytibsiz. Sizning ovoz tusingiz yo'q, ovoz doirangiz keng, ovoz sharoitingiz yaxshi ekan. Tekistik so'zlarning elinishimi shunchalik to'liq aniq bo'ldi. Sahnadagi qiyofatingizmi naqshiga moslashdi. Naqshidagi ushaq agitmalarni to'liq o'rladingiz. Endi sizdagi mening his qilgan kamchilik o'zingizga ishonish yo'q. Endi mushaga chiqqan ekanimiz cho'qim, o'zingizga ishoning. Cho'qim mush naqshni men voyga yetkazib etaman-ku degan umid bo'lsangiz, bunaqa bosqichlarda mush taraflarga diqqat qiling. Bo'ldi, rahmat. 3-nomerlik Mahir Fatima hada xush kelibsiz.
Sizin ama avaz şaraytınız yok. Yukarı avaz dairesiga teveke avazınızda anlanıp turuptu. Avazınızın orunu yukarı. Sekindeki kıyafetiniz mi şunçilik temkin, yaxşı boldu. Körkem tenger tağları degen nakşını mükemmel orunlap tügettiniz. Nakşıdan anlanıp turuptu. Siz bu hazır belgilik avaz çıkarış kayıtları, nefes kayıtlarına egi bopsiz. Gerçi özünüz işten sırtkı kızıkkıdınız bilen xeyli köp bilimlerge egi bopsiz. Sizge mu amet tileymen. Rahmet. 4. numurluq mahirimiz Yasincan Gopur. Didar Ganimet, bekmi yaxşı bir nakşını epkepsiz, nakşa sizin avazınızga bek maslışıptı. Avazınızdaki en güzel caylanmış nakşıda toluk şpadınlıptı. Onundan başka hamdi, menin es qilgan kemçilik, sizin muşu sahnedeki beden tutuş cihette. Keyinki basqıçlarda muş tarafta hamdi. Sanat bilan münasebetlik bolgandaki çoqum hamma tarafdan, çünkü sanat universallıqını talep qiladigan bir kasb. Onda bolgandaki muşu sahnedeki umumi qiyafat, beden tutuş cihetlerde keyinki basqıçlarda diqqat qiling, sizga omat yer bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. 500 numaralık mayırımız Enver Eysa. Hakikaten sizlerdek müştaqi yaş muqam varisçilerini görüp bek süyünüp kettim. Hakikaten hoş buldum. Bayısla etkan baş bayavanı muqamımı bizden 12 muqam dolan muqamı işidiki avaz orni joqri, udar özgörüşü köp qiyinlik derecesi xeyli babır. Parçada şunchalik yaxshi o'rinlab berdinglar. Sizga omat yer bo'lsin. Rahmat. Bizning naqshimiz degan bu bosqichda 1 nomerlik mayirninki o'rilgan hijron degan naqshini o'rilishini aytyapsiz. Endi bu mayirninki ovoz tusi yuqori deyilgandek suzuk, yaqimliq, ovoz tekshgan. Endi ovozi bilan hissiyotni birlashtirishi sirtqi ichki hissiyotini ifodalashim aytyapsiz. Naqshining mazmunini ifoda qilishimi naytda o'lchamlik bo'lgan. Ahmet yor bo'lsin. Rahmat. 2 nomerlik mayir Can Ana namlıq yuqorqi naqshini nayt yaxshi ijro qildi. Yuqorida aytib degandek. Endi bu mayirninki ovoz tusi yaqimliq, jonliq, ovozimi takshi doirasi keng. Naqshining muzikalik o'yintishlarini ifoda qilishimi nayt yaxshi. Ahmet yor bo'lsin. Rahmat. 3 nomerlik mayir yuqorqi naqshini yana ko'rkam tangri tog'lari degan naqshini o'rilishida nayt yaxshi ijro qildi. Bu naqshi mamlakat ichida emas, chet ellardami nayt ta'sir doirasi keng bo'lgan bir mashhur naqshlarning biri. Uning ustiga buni aytmoq tas, nayt yuqori mahorat, texnik talab qiladigan naqsha. Bu taraflarda yaxshi ijro qildingiz. Diqqat qiladigan inchki bir taraflar bor. Bu naqshining so'zlarini texmi chiroyli talaffuz qilish taraflari. Ondan nafas masalasi bor. Bay Dilshod dedi, ba'zi nafas yetmagan ayollar bor, shuning bilan ovozlar kesilib ketgandek. Ani so'zlarni masalan ko'rkam degan so'z ifodalandi-ku. Shu yerda so'zning oxirini biroz so'zib, chiroyli talaffuz qildigan ayollar bor bo'ldi. Ahmet yer olsun. Ma'qul, rahmat. 4 nomerlik mayir ijro qilgan Didar G'animat degan naqsha xalqimiz orasida nihoyat keng umumlashib ketgan naqsha. Shu naqshani yaxshi aytdingiz. Bir yeri nafas elishga alayda ahamiyat berish kerak. Shuning bu naqshininki egiz qismi kelganda nafsingiz cho'nqir ilinmag'achqa bo'yningiz oldiga so'zilib ketdi. Mush taraflarda nafas elish, nafasni kontrol qilish, ishiltish taraflariga alayda diqqat qilsangiz texmi yaxshi bo'lib ketadi. Bo'ldi, rahmat. 5 nomerlik mayir ijro qilgan bosh bayon muqomi yana do'lanninki. Bu naqshini hamkorlashuvchilar bilan nihoyat yaxshi ijro qildi. Endi bu yuqori degandek haqiqatan bizmi ayni vaqtlarda do'lan sanam degan naqshlarni aytdik. Haqiqatan tas. Lekin sizlar hamkorlashuvchingiz bilan nihoyat yaxshi ijro qildingiz. Bir tarafdan mening qo'shildig'inim bizningki an'anaviy klassik naqsh muzikalarimizga sodiqlikla varislik qilganliginglarni alayda suyundim. Bunun için texmo aşınaq olsun. Hammalarga omad tilayman. Qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar, hammalar birlikda baholovchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglab o'tdik. Naq maydondagi tomoshabin do'stlar bir faraz qilib boqqan bo'lsam, bizning 5 nafar mahirimizdan
kim bu haftalik yulduz bo'la oladigandir? Albatta, to'g'ri faraz qilgan tomoshabin do'stimizga mukofot bo'yimizga. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Jungodagi 3 darajalik ishonchli korxona Xinjiang Paktil Savdo cheklanish shirkati ta'minlagan 3 darajalik iste'molchilar rozi bo'lgan mahsulot sap davo alaydi sovg'atliq hasili bilan mukofotlaymiz. Undaqda faraz qilib baqsanglar. Meningcha 4-numurlik Mahir haftalik yulduz bo'lamiki? 1-numurlik Mahir bo'lamiki? Rahmat. Meningcha 5-numurlik mushu dolarni aytgan ukimiz bo'lamdikin deb o'ylayman. Rahmat. Meningcha 2-numurlik Mahir birinchi bo'lamkin deyman. Meningcha 3-numurlik Mahir birinchi bo'lamdiki deb o'ylayman. Undaqda ekran oldidagi qadrli ko'rurman, qani sizmi faraz qilib beqing. 5 mayirimizdan zodi kim bizning haftalik yulduzimiz bo'la oladi? O'zingiz haftalik yulduz bo'la oladi deb qaragan mayirning dat nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 ga uchur yo'llasangiz bo'ladi. Katta mukofotlar sizni kutmoqda. Biz endi bilet tashlashni boshlaymiz. Bilet tashlashdan ilgari qisqa e'lon ko'rib etimiz kanalni yo'tkamay turib. Qanondaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ldi. Bilet tashlash jarayonida o'zingizlar yaxshi ko'rgan mahirning rad numerini to'xtatmasdan to'lsanglar bo'ldi. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Unda Ismaillar natijalarni ko'rib beringlar. Kenanlar o'yilib natijalarni ko'rib olsanlar oldu. Keyingi bosqichimiz qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in muboraklaymiz. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichga tayyorlik qilsanlar oldu. Marhamat. Mening sizga deydigan gapim, naq maydondagi tomoshabin do'stlarning estetik qarshi har xil bo'lishi mumkin. Biri yaxshi ko'rganni, biri yaxshi ko'rmasligi mumkin, ammo bu numur farqi sizning naqshni yaxshi etmaganligingizdan derak bermaydi. Men faqat mush so'zni bilan sizga taqdim qildim. Sizning nima degingiz bor? O'zimizga nisbatan bir chiniq deb o'ylaymiz buni hamda. Bu san bilan oxirlashmaydi, buda qisqa bir chiqish uchun tirishamiz. Bo'ldi. Xudo qilsalar texim yaxshi tayyorlik qilib kelsangiz, biz qizg'in qarshi olamiz davomli. Tayyorlikni yaxshi qilib ketdik-a. Amaliyot shunday yaxshi naqshni bilan talab kelib ekansiz. Mening qalbimdagi bugungi cho'lpon sizmi? Esingizni ching tuting. Bo'ldi. Rahmat sizga. Alqish, alqish, alqish. Uzun so'zilgan javob. Rahmat. Navo sahnasi hargizmi biz doim deydigandek hayot mamatlik jang emas. Navo sahnasiga chiqib bir naqshni yaxshi ayta olgan mahirning o'zi utuq qozong'uchi. Shundaqmi Toyir? Shunlashqa Navo sahnamizga kelib o'zining chiroyli naqshlarini, yaxshi naqshlarini xalqimizga sovg'an har bir mahirimiz bizning qalbimizdagi cho'lpon. Shundaqmi? Natijaning qanday bo'lishi muhim emas. Sizning sahnamizga kelganligingiz biz uchun eng zo'r xo'shallik, sizningmi eng zo'r muvaffaqiyatingiz. Undaqda biz ikkinchi o'tkilimizga o'tib ketamiz. Navo programmamizning ikkinchi o'tkili Parvoz. Hay dünya sendin tiligin şudur
Merdin amertke muhtaç kılmıbin himmetin bergin metnin eskinin akni nahefke muhtaç kılmıgin Yakşilik insaf migin Seher ki kullarıydin Çay hermiş migin On kulni çaptılğa muhtaç kılmıgin bosqichimizda bizning mayirlarimiz o'zining naqsh etishdan boshqa loyihalarni namoyon qilib bo'lganda xo'sa bog'lovchi ustozlarimizning qimmatli taklif fikrlarini birlikda anglab baqsak marhamat.
Birinci numaralık Mahir Patigül Abdikerim Aman Jörler degan naqshni ep kepsiz. Sizden aylık bir kolda dutlar çelip, bir kolda dap oruç bu uslub hem de bizim merhum ataqlıq sanatkarımız Nizaxan adimizning bizga qoldirib ketgan uslubida. Haqiqatan shunday yaxshi tayyorlik qilibsiz, ko'rinib turibdi, sakni kiyimlaringiz bo'lsin, ma'l qilgan tayyorliklaringizdan haqiqatan bu ikkinchi bosqichga puxta tayyorlik qilibsiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Ikkinchi nomerlik Mahir Abdusalom Husan. Tilak degan naqshni ep kepsiz, boy deganimga o'xshashla ovozingiz haqiqatan to'g'riliq muzik sezimingizmi? Alayda yaxshi, odatgacha emas, alayda yaxshi. Omad yor bo'lsin. 3 nomerlik Mahirimiz Fatimada. O'zingizga o'xshashindek chiroylik degan naqshni ep kepsiz. Gerçi bir necha yillarda tekisga toza vaqtida kiramagan bo'lsingizmi, lekin naqshni boshdan oxiri to'liq o'ralab tugatdingiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 5 nomerlik Mahirimiz Enver Eysa. Qalun bilan, onundan başqa dutlar bilan bir necha chatma naqsh muzikalarni o'rinladingiz. Onundan başqa hamrohlaringizmi sizga shunchalik obdan moslashib, sizning shu bosqichda muvaffaqiyatli chiqishingizga yordamlashdi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Birinchi nomerlik Mahirninki aytgan Aman Jörler qatorliq naqshlaringiz yaxshi ijro qilindi. Rahmat. İkinci nomerlik Mahir ovoz tusingizni aytdi yaxshi. Naqshini aytdi yaxshi ijro qildingiz. Tantarbiyachilar bilan san'atkorlarninki jismoniy tarafda tantarbiyaliklar top o'ynaydi-ku, eg'ir amgaklarni qildi. Lekin muzika bo'lgan o'rtoqligi bor. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. 3 nomerlik Mahir chiroyli degan naqsha bu 50-yillarda sahnalarda aytilgan xalqimiz orasida tarqalgan naqsha nihoyat yaxshi naqshalardi. Orliqda uzun yillar o'tib ketibdi. Bugun buni Navo sahnasida qayta yangridi. Bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Omad yor bo'lsin. Rahmat. 5 nomerlik Mahir sizning asli kasbingiz qalun chelishi. Qalun bizning shu milliy chalg'ularimizning orasidagi nihoyat muhim bir chalg'u. Endi bu chet ellardami qalun chaldigan millatlar jiq san'atlarda. Bizning umaklarimizda shu muqomda umumlashyapti hozir. Bu kasbni egalligingiz nihoyat yaxshi bo'pti. Undan boshqa dutlarni yaxshi chapsiz, kasbda texmi ilgirlang, tirishing. Rahmat. Patigül Abdikerim bir qo'lda dutta, bir qo'lda dab, yana naqsh etish. Bu bizning bir san'atning bir ajoyib bir turichi. Bu kucha xalq naqshlarining ichida go'yo zo'r bir salmoqni egallaydi. Siz bir qator düşadamlar ishni qildingizda, hem dab, hem dutta chilib, hem naqsh etish 3 odamlarniki. Buningga ras yomon jiq ajr ketdi. Ma putulan ma qo'lni duttani qisib turibsiz, dutta tushga tutolmaysiz degandek. Mayaqdan dab tushib daranglab, o yoq ketdi o. Chaqdekchi. Umumyuzga ketgan chaqda yaxshi etdingiz. Muvaffaqiyat olsun sizga. Rahmat. Abdusalom Tilak degan naqsha. Buni dutta gitar bilan bir shakl oldi bu. Bu yaxshi. Gitar bilan duttani birga chalsa, yomon yaxshi unim chiqadi uning ovozida. Buni yaxshi moslashtirishlar duttajon ustiz duttachiga. Men muhtoj degan naqsha kimning ijodiyati bilamsiz? Abdurim Abdullah'ның teksti, Ekrem Ömer, merhum gecekçimiz Ekrem Ömer akımızdaki müzik. Ataqlıq gecekçimiz, Uyghur halkımızın ataqlıq muzikantı Ekrem Ömer vaqtsiz bizden ayrıldı. Şunun yazgan vekil karakterlik en yaxşı naqşı. Bu naqşının məzmunu hem ahan kurulmusu şundan çıkan. Sen yaxşı ettin. Uşaq fıraq şivlerini yaman yaxşı aldı eken sen. Ahmet yer olsun sana. Rahmet, rahmet. Barakallah. 3 nomerlik Mahirimiz Fatime Sadık edimiz. Sizдің cüretiniz acayip. Ben bir işe hayran kaldım qarak. Ben dut açıp naqsh etamanchi, nurg'un odamlar dut açıp naqsh etadi. Ama sizдің chaqirganingizda dut açıp naqsh etganlar chalamaydi. Naqshni bir yerda, dutani bir yerda chamoq yomon tezchi. Buni biladigan odam qattiq chaqirmaydi buni. Siz zor tirishchilik ko'rsatibsiz. Boshlanishga pauzini chamay, orliqqa pauza chiqib ketdingiz. Bu yerlar az bo'ldi.
Naqshini Men Kucha duta naqshini. çep bakmagandan keyin açlaq bo'lib qoldi. Kucha naqshini yaxshi aytdingiz. G'ayratingizga barakalloh qarang. Mesha kelib mushtaq mushunchalik pozitsiya tutib, mushu nava qatnashib xalqimizga mushunchalik zo'q ado qilyapsiz. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Enver İsa efendim qalınçı size. Bizden bu qalın degen yaman qadim muzika. Sen şundaq yaxshi bilipsen. Rahmat. Yaxshi çaldın qalın. Penjiga ana 5-ci dastur Merg'olga. Rahmat. Unda oruldun. Duttanımı yaxshi çaldın. Rahmat. Ondan Ahmet Yarbos'un Rahmat, Ilshadaka, rahmat, Bağlıqıp ustazlarımızın qimmatli təklif fikirlərə. Bizdinki parvoz bosqichida bilet tashlashimiz hozir. Boshida unda qo'za qo'linglarga bilet tashlashni ilib, o'zinglar eng yaxshi ko'rgan mahirning kerak numerini yuqori ovoz to'lab, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga madad degach bilet tashlasanglar bo'ldi. Unda qo'sa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 4 3 2 1 Undaq bolsa, Keynanlağı ölüb nəticələr göstərlər oldu. Mərhəmət. Mübarək olsun. Bizim keyinki basqıçımızın muvaffəqiyyətli ötən mahirlər sizlərni təbrikləyimiz. Mübarək olsun. Müşundaq bir nəticə olub qalarmı deyə oylab baxandınız. Men texi şu birinci basqıçda qet qalaman ekan deb o'ylagan. Oy, yo, undaq bo'lmadi-ku buna. Men birinchidan men ustoz tutib, ustoz ko'rib baxmadim, o'zim etib naqshini o'zim o'rgandim. Tuttanimni menga mandaqchiling deb qo'ygan bilan muqim o'rgatdigan odam yo'q. Men cho'ngib tutta chep baxmagan. Endi o'sha qatnash uchun shu o'rganib baqay deb ekanman. Chalolmay qoldim. Bu bek yaxshi chepedingiz. Endi siz dutta chep baxmay turib, mushu programmamiz uchun mushinchilik mashq qilib chalalganingizning o'zi sizning bir muvaffaqiyatingiz bizning tomoshabinlarimizga intayin yaxshi ko'rdi. Bundan keyin duttani texim yaxshilashni o'rganib, texim yaxshilab, bo'lsam shu Navosanimizning keyingi sonliga qatnashib, o'ch chiqib aytgan bo'lsangiz, biz to'liq qo'shilib olgan bo'lardik. Ma'qul tirishma. Rahmat amanglar. Rahmat dadasizga. Rahmat. Endi qeyrindaşlar basqıçımızda bizning mayillarimiz qeyrindaşlar bilan qandaq esil nomerlarni olib kelganini birlikda ko'rib baqandik. Bo'ladi, bizningki 3-bosqichimiz qeyrindaşlar. Yuturdum ben ağzımı Fatih yolunda qo'sa bir qarindoshlarimizni bir tanishtirib ketgan bo'lsangiz oldi bilan. Oldu.
u yoq saboqdishim Amangul. Amangul. Qarshi olamiz. Bu yoq saboqdishim Arzugul. Arzugul. Bu yoq singlim Nurimangul. Nurimangul. Bu yoq singlim Saltanat. Saltanat. İki saboqdishingiz o'ng tarafga, ikki singlingiz so'l tarafga o'rilishibdi-da. Ha. Bunda Rahmat. qo'sa. Qaramag'ashtiramizlar. Ikkinchi numurlik mayrimizni taklif qila olamdik. Bo'ldi. Qani, marhamat. Marhamat. Bugün ilk gün buldu Ya bilen türüş gibi Körsem doymaz Ben yani cemali Arpa buğday zamanını Selkin arıydı acinim vay Hayır aycidir kökürüne Kedirgi içine Hayır ay anam kürüne Gelmedi ya gelmedi ne buldu yavrum gelmedi Etinin ayağı sondu balım gelmedi Cinim ayağı İdinin ayağı sunsa ak ilim bilmez miydi? Yarinin kümünün bulsa bir kilim gümez miydi? Cinim ayağı Yamançılar naqsh aytib berdinglar. G'uljining peshayvonli qo'yinlarda o'tirib, mashlab so'rinda o'tirgandek hissiyat bo'lib qoldim jimib. Unda o'z qarindoshlaringizni bir tanishtirib aytamsiz? Ha, bu yoq mening doimliq hamroyim, hamkorlashuvchim, og'inam, ham yaqin qo'shnim Abduselim Abdug'iniy bo'ldi. Qarshi olamiz. Meniki mushu naqsh sohasida mushunchalik holat kelishimga bu akamniki ko'p ajr singan. Ben mushu munosabat bilan Abduselim akamga cho'nqur minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sana aka. Rahmat. Ajab tezda oldingizlar, rahmat men. Dayda turadi mushu gapni. Bek yaxshi fursat bo'ldi. Maya qo'sa bizning elimiz Rahmatulloh Shinjon pedagogika universitetining muzika fakultetining muzika ma'rifida o'qiydi. Qarshi olamiz, rahmatulloh. Mayoq mush Abdunur rayonlik 5-turmada xizmat qildi, ismi Erkin oldu. Qarshi olamiz. Hammanglar o'xshashib ketdinglar, 5-turmda degan chiqdi. Aslida dutta chapirga o'xshaydi. Ay, ishinglar o'ngishli bo'lsin. Demak, Uyg'urlar bor joyda, mayli qaysi joyda, qaysi vaqtda bo'lishidan qat'iy nazar, o'rin
vaqtning cheklimasi uçurmagan holda san'at bor bo'ladi ekan. Uyg'urning qinida har vaqt san'at eqib turdi ekan. Uyg'urning tilida har vaqt naqsh aytilib turdi ekan. Uyg'urning qulti har vaqt naqsh anglab turdi ekan. Uyg'urning yuragi san'at deb so'qidi ekan. Emasmi? Rahmat sizlarga. Yigitlar, sizlarning teninglar salomatlik tilaymiz. Ishlaringlar o'ngishli bo'lsin, o'rganishlaringlar yaxshi bo'lsin. Xizmatlaringlar jafoliq bo'lsin-mu? Mana shunday yaxshi usullar bilan tanishib turinglar. Rahmat. Rahmat sizlarga. Xo'sh, unda bo'lsa, qarindoshlar o'tganimizdagi eng oxirgi mayirimizning nomerini ko'rib boqamiz. Qarindoshlar bilan qanday nomerlarni olib keldik. Xo'sh, marhamat. Çinicinden değil çıkar, kuzuğumdan değil çıkar. Tüyge emdi bizim güden ölgen de çıkar, ölgen de çıkar. Ayare Çinicak kanyalarım nedisi yalgan bir payanım değil ayare. Garmiye oynasına sayrar bulgulma. Meyliye hakke bir ecel bulagetler bagetler var ayare. Çinicak kan yağmurun nedisi yalgan bir payanım değil ayare. Aldı bilan sizlarning ansambldagi qarindoshlarni sunishtirib aytamsiz. Bo'ldi. Bu yoq mening yeni saboqdishim Abdullah. Bir taqiyatima. Abdullah qarshilamiz. Bu yoq Abduvali. Kesib ketdi. Qarshilamiz. Bu yoq saboqdishim Shirmuhammad. Shir Muhammad. Bu yoq saboqdishim ham yatoqdishim Yoqubjon. Dabchi, bu balni adil aldirash deymiz endi. Odat sizning deydi. Meni Anvar deydi o'sha. Voy ya, chuqur bir taxallusingiz bor sizning. Ya Anvar Dutta ya Anvar Qalun deydi. Anvar Dolan deydi. Anvar Dolan demda. Unda bo'lsa sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat yaxshi nomerdan birini huzurimizga kelibsizlar. Ko'pdan ko'p rahmat sizlarga. Unda xo'sa to'ying tushib baramag'ashtirsan va. Yaxshi o'qinglar. Unda bo'lsa 3-bosqichimizda nomer ko'rsatgan mayirlarni texnik taklif qilamiz. Qani marhamat. Unda xo'sa oldi bilan hamda baholg'uvchilarimizning qimmatli taklif fikrlarini anglab baqsaq. Bir nomerlik mayirimiz Patigul. Qarindoshlar bosqichida o'zining qarindoshlari bilan shundoq mukammal holda shundoq yaxshi o'rladi Chabiyat muqomining birinchi dastanini. Yaxshi o'rladinglar. Ratlik chiroyli shunday chiqdi. Omad yor bo'lsin sizga. Rahmat. İkinci nomerlik Mayir Abdusalam Hüseyin. Sizmi hamrohlaringiz bilan ilqaliq naqshlarni chapma qilib o'rinladingiz. Sahnatga umum qiyofatingiz shunchalik yaxshi bo'ldi. Sizga qutuq tilayman. Rahmat. 5-numurluq Mayir oldida dolan maqomini aytdingiz, yaxshi aytdingiz. Manaqshida bo'libmi navo sahnasida biz ovozni asos tarafdan bog'laymiz. Bizning diqqat qiladigan tarafimiz, ya'ni meningki. Ovozingizning doirasininki keng bo'lishi, ovoz tusingizninki suzuk, uchuq, yaqinlik bo'lish taraflariga alohida diqqat qiladigan gap. Mush taraflarda naqshini garchi yaxshi o'g'rilgan bo'lsangiz, mush tarafda biroz diqqat qiladigan taraflar bor. Shuningga nafasni qanday qilish, nafas ishiltish, ovozni suzuk chiqarish tarafdagi darsliklar bor, bilimlar bor. Yana mashqlar bor. Shuni taxim cho'nqur egallab ketdim. Hammaga rahmat yor olsun.
Programmamızın qeyrindaşlar basqıçı ahirleşi aldı turadı şuna Tayir. Shundaq, endi bilet tashlaydigan halqiliq bosqich qadam qo'ydik. Unda bo'lsa hammalar qo'linglarga bilet tashlashni ilib, o'zinglar yaxshi ko'rgan Mahirninki rad numerini yuqori ovoz to'lab, Mahirlarga madad bergan asosda bilet tashlasanglar bo'ldi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 4 3 2 1 Natijalarni ko'rib boqamsizlar. Rahmat. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Haftada bir yulduz bosqichimiz qadam qo'ygan Mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Tuvan tushi tayyorliqlaringlarni qilg'ashtirsanlar marhamat. Marhamat. Ma bosqichda tushib ketib qolganingizga o'kinish bormi yo'qmi? Ya o'kinish yo'q. Hamda hozirgacha musobaqalarga ko'p qatnashibdim-a. Lekin o'zim yolg'iz sahnaga chiqishim tunji qatimcha. Ha. Endi balkim tayyorliqlarim yetarsiz taraflari ko'p. Ya tayyorlashga. Shunaqa bo'lganda, buni o'kinmayman. Tuanda o'tag'anlarni qo'llab berganiga rahmat. Hammanglarga. Ko'p-ko'p. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mehmon tirishing unda Husaynim. Buldu, nova programmamiz sizni davomli qarshi oldi. Marhamat. Rahmat sizga. Unda Husa Tayir ang halqiliq vaqtlarga yetib keldik. Keyingi bosqichimiz o'tib ketamdik. Bo'ladi. Bizningki keyingi bosqichimiz haftada bir yulduz. Kurguyum ketti Eşke yoluna karab Yalnız ayare Hüzünün gülleri okti Yanım yoluna karab Mizan gülüm mizan gül Eyhan gül Ecep mukelmedin yarim Yolunga bargıdek oldum Yalnız
Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Vaslivot madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Chin Nuriy biopantexnik chekish shirkati alohida qo'llagan Yil Navo programmasi. Programmamizning eng oxirgi bosqichida ikki mahirimiz naqsini aytib bo'ldi. Undaqda oldi bilan bizning programmamizning bosh qismida mush ikki mahirni bu haftalik yulduz bo'la oladi deb faraz qilgan ikki nafar tomoshabin do'stimiz qayerda o'tadi ekan? O'rninglardan bir turib bergan bo'lsanglar. To'g'ri faraz qilgan tomoshabinimizni Junggodagi 3 darajalik ishonchli korxona Xinjiang Paktil Sodi chekish shirkati ta'minlagan Saptava yurishlik sovg'atli qasallar bilan mukofotlaymiz. To'g'ri, demak, boyaqi ikki nafar tomoshabin do'stimizning biraylan bugungi talaylik tomoshabin bo'ladi degan gap. Undaqda texnik tatbiq bo'lib ketadi. To'g'ri. Undaqda naq maydondagi qadrli tomoshabin do'st, qiyin faraz qilib beqing. Ikki nafar mahirimizdan zodi kim bu haftalik yulduzimiz bo'la oladi? Siz haftalik yulduz bo'la oladi deb qaragan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106-266-19 ga uchur yulduzingiz bo'ldi. Balkim bu haftalik talaylik abonent siz bo'lishingiz mumkin. Katta mukofotlar sizni kutmoqda. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlarimiz o'zlarining isbotini bildirdi. Albatta, bilet tashlashdan ilgari qisqa e'lon ko'rib o'tamiz. E'londan keyin bu haftalik yulduzimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Kanalni yurtgan oldi bilan taratqular vakillarining kim uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydiganligini ko'rib o'tamiz. Birinchi nomerlik mayrimiz uchun qo'lidagi qimmatli 10 nomerni berishni xohlaydigan taratqular vakillari. Taxtanglarni ko'targan bo'lsanglar. Bir 10 nomer muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi bizning ikkinchi nomerlik mahirimiz uchun bilet tashlashni xohlaydigan taratqular vakillari. Taxtanglarni ko'targan bo'lsanglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 nomer muborak bo'lsin. Eng oxirgi tanlash huquqi yanilan bizning tomoshabinlarimizda. Xo'sh, undaqda qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni ilib o'zinglar eng yaxshi ko'rgan bu haftalik Navo programmamizda haftalik yulduz bo'lishga munosib deb qaragan mahirga bilet tashlashni boshlasanglar bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Xo'sh, undaqda qadrli ko'rman do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, bizning bu haftalik yulduzimiz mana maydon keldi. Baya to'g'ri faraz qilgan tomoshabin do'stimizga mukofot buyumimiz hozir naq maydonga yetkazib berildi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Saptava yurishlik barakasi. Haftalik yulduzimizni Kucha Yanardaq Sodi chekish shirkati ishlab chiqargan Koreya texnikasi bilan alohida ishlangan to'qliq sho'r tuz ko'rpisi bilan mukofotlaymiz. Albatta, ikkinchi bo'lgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz bor. Xinjiang Loqman Hakim biopantexnik shirkati ishlab chiqargan 800 yuan qiymatidagi xalqaro GMP o'lchimida ishlangan oqsil talqini va ko'p xil vitaminli oqsil talqini bilan mukofotlandi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Agar oylik yulduz bo'lsanglar mukofotimiz texmo esil oylik yulduzimizni Xinjiang Orzu Sodi chekish shirkati ta'minlagan davlat sifat tekshirish o'lchimidan o'tgan yuqori aniqlikdagi Uyg'ur sistem hisoblangan ham kompyuter ekran qilib ishlatilgan bo'lgan Orzu markali yuqori aniqlikdagi televizor bilan mukofotlaymiz. Agar yillik chempion bo'lsanglar uning texmo katta mukofoti bor. Yillik chempionimizni diyorimiz Oltuz biznes sahasida Bayroqtar korxona Xinjiang Baxtiyor Sargarchilik tukuni uzundan beri o'zini qo'llab kelayotgan keng xalqimizga rahmat aytish yuzidan Navo programmamizning yillik chempioniga bir avtomobil sovg'a qildi. Xo'sh, mush fursatda programmamizni yaqindan qo'llab, riyosatchilarning kiyimini ta'minlagan Adil So'zsari 3-qavat favori kiyim-kechaklarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz, shundaqlar? Shundaqlar mening kiyimimni ta'minlagan har turli kiyim-kechaklarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bu haftalik yulduzimiz maydon keldi. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Albatta, bugungi programmamizga o'zining yiqimliq naqshlari bilan bizning tomoshabin do'stlarimizga ma'naviy zavq ataqan barliq mayrimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bizning qalbimizda har bir mayrimiz cho'lpon, har bir mayrimiz yulduz. Undaqda bizning baholg'uvchilarimizni haftalik yulduzimizga Navo loqsiga yetkazib berish taklif qilamiz. Marhamat.